650 sene bunu sel kelishtirik bunu. Sel xalqimiz qiynalmasin, bir aksiya narxlarda bir qilib berin. Ukam ya o'zlarimizning ustalar foydalanadigan lazerli urvenlardan bormi sizlarda? Bor, biroq ko'rsataramizmi? Короче, lazerli urvenning ustalar qiynalmaydiganidan kerak. Shunday bir ishini yengil qilib qo'yish kerak. Shundaydan bormi sizlarda? Bor, biroq topib beramiz qalaganimizdan. Nima biroq lazerli urvenimizning qanday varianti bor? To'rt tarafga tashiydigan, oyoqlari komplektida, o'sha zo'r variant, puplari, hamma narsasi Ustalar qiynalmaydi. Ustalar qiynalmaydi, zo'r variant. Buning asosiy yerine kelik, buning narxi qanday endi? Bahosini 650 ming so'm beramiz. 650 sene bunu sel kelishtirik bunu. Sel xalqimiz qiynalmasin, bir aksiya narxlarda bir qilib berin bunu. Bo'ldi. Ustalarimiz uchun unda qalasa narxini 469 ming so'm beramiz. Tak bo'lmasam aksiya narxda birov emas, ikki o'nab ketaman hozir men. Bo'ldi, biroq. Ikki o'nab ishlatamiz bu. To'xta. Ustalar yana ikki narsa aytaverdi menga. Bu narsa. Tak, menga drill kerak, ikkinchisi bolgarka kerak. Ulardan lekin aksiya narxda qilib berasan. Bo'ldi, qalasa. Bolgarkamiz bilan 125 lik bolgarkamiz. Bir qo'lda ishlatadigan zo'r varianti. Vaqtida 350 ming so'mdan sotilgan bolgarkalarimizni hozirgi kunda 259 ming so'mdan aksiya narxida qo'yib beramiz. Shu drillimizning ham zo'r varianti bor. 5 shotishli temir patronda blok funksiyalari bor. Vaqtida 350 ming so'mdan sotilgan bo'lsa 279 ming so'mdan qo'yib beramiz aksiya narxi. Bu narxlarimiz xudo xolasa, o'lni ustalarimiz, hamma klientlarimiz uchun amal qiladi.